borib beraman yanında yana bir podarkasi bilan. Zo'r podarka. İbn beraman yanına sana yaqindan podarkani beraman. Like bosinglar. Like bosib qo'yinglar. Bu mashina neda bor? Bilasanmi, shundan zo'r mashinalar neda bor? Mitvoy brendinda bor. Eğer şu videoyu 20 ming like bo'lsa sana podarka deb, shaxsan senga bir shuncha shartmas bu mashina uchun men sana 4 kilo borib beraman. Tamam, 20 ming likeingdan bo'lsa nigina shu mashina shuni yap boraman beraman. Ondan sonra bundan sonra bizler bilan Instagram video koyamiz. Mushuklar ham yig'lashi mumkin. Mana mushugingizning yuragini sindiradigan 5 ta narsa. Oxirgisini balki siz har kuni qilyapsiz. Birinchisi, jismoniy kuch. Mushuklarni hech qachon urmang. Ular odamlardan farqli o'laroq xato qildim, jazolandim degan tushuncha yo'q. Ularda shunchaki qo'rquv va og'riq bo'ladi. Ikkinchisi, baqirish. Siz baqirganingizda mushuklar so'zlarni tushunmaydi. Ular tahdid va baland ovozni eshitadi. Bu esa ularning asab tizimiga ta'sir qiladi va ular o'z uylarida xavfsizlikni his etmaydi. Uchinchisi, yotoqxona eshigini yopish. Agar mushugingiz siz bilan uxlashga o'rgangan bo'lsa, lekin siz uni tashqarida qoldiradigan bo'lsangiz, ular o'zlarini to'dadan haydalgan deb his qiladi. Mushuklarning siz bilan yonma-yon yotishi sizga bo'lgan mehri va ishonchi hisoblanadi. To'rtinchisi, suv bilan tarbiyalash. Qo'rqituvchi, og'riqli usullar mushuklarni tarbiyalamaydi. Aksincha, u o'z egasiga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Ya'ni, mening egam xavfli inson deydi. Bu hurmat emas, aslida qo'rquvni uyg'otadi. Beshinchisi, e'tiborsizlik. Ha, mushuklar ham yig'lashi mumkin. Ular ham. Telegram kanalimda bugun 4 millionlik express kuponini bepul. Jose Mourinho Real Madridga qaytishga ulgurmadi, ammo allaqachon Barselonada alam olmoqchi. Qanday deysizmi? O'zim ham sal shokdaman. Hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, o'shanda shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Bir necha soat oldin Fabrizio Romano va boshqa jurnalistlar allaqachon Jose hamda Real Madrid kelishuviga erishgani haqida postlar joylashdi. Ammo eng qiziq joyi shundaki, portugaliyalik murabbiy Ispaniyaga kelib shov-shuv bilan o'z karyerasini boshlamoqchi ekan va shuning uchun bir paytda birgalikda Manchester Unitedda o'ynagan o'yinchisini, ya'ni Marcus Rashfordni Realga olib kelmoqchi. Bilasiz, bu o'yinchi hozirda Barselonada ijara sifatida o'ynayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, o'yinchi o'zini unchalik yaxshi ko'rsatmagani tufayli jamoa uni sotib olmoqchi emas. Va aynan shu holatdan foydalanib, Special One katta skandal qilib Ispaniya futboliga qaytib kelmoqchi. Xo'sh, siz bu haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting. Undan tashqari Real yana qanaqa o'yinchilarni sotib olmoqchi ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Jose Mourinho Real Madrid Bloger, Bekzod edingiz-a? Önceki gece Ronaldo şampiyon oldu. rasm chizmoqchimisiz aka? Yo'q, aka, nima qilaman rasm? Menga qiz toping. Sizga qiz topib bering. Annu bot bor deysizmi? Bitta bot bor edi. Hozir topib beraman. Ha, esimga keldi aka. Hozir sizga qiz topamiz. Qarang, o'rgataman, cho'tki narsani sizga. Ket. Qarang, Telegramga kirib, Lura tanishuv botini yozasiz. Bu yerdan start bosasiz. Qidirish. Sizga mana qizlar tashashadi. Yoqmadi masalan. Yana qiz tashyapti, yoqmadi, like bo'lsa sizga lichkasini beradi, okey? Mana shu qiz topsangiz bo'ladi, okey? Rahmat, aka. Abdushi. Charchamaydi. Matchbot, okey? Sizlarga ham shuni beraman o'rtoqlar, tavsiya agar qizingiz yo'q bo'lsa, mana shu qiz topib beraveradi. Charchamaydi. Bloger, Bekzod edingiz. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, omonmisizlar jiyanlar? 24-may kuni bo'lib o'tadigan Ispaniya chempionati uchun quvonchlanib People Express so'rabdi va bizga bepul 121 kansel. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kimki kuniga 3 marotaba shu duoni o'qisa, jannat bu insonni Allohdan so'raydi. Allohumma inni as'alukal janna. Shaytonni yengib, yaqinlaringizga ham jo'natib. Lamin Yamalni bu qilgan ishini ko'rib, siz albatta Realchi bo'lasizmi, Bavariyachi bo'lasizmi, Barsachi, umuman
kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, axir musulmon bo'lsangiz bu ishga shunchaki qoyil qolasiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz boshladik. Kecha Barselona chempionlik paradini o'tkazgan butun Kataloniya bo'ylab avtobusda sovrinlarni namoyish qilayotgan paytda Lamin Yamal kutilmaganda Falastin bayrog'ini butun Kataloniya bo'ylab sayr qildirgan. Ya'ni Falastin bayrog'ini ushlab olgan va butun Ispaniyaga uni ko'rsatishga qaror qilgan. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, Lamin Yamal haqiqiy musulmon inson hisoblanadi va u Falastinni qo'llab-quvvatlashini ayniqsa Kataloniyada, bilasizlar, Misrga qarshi o'yinda Ispaniya muxlislari kim sakramasa musulmon degan memlarni